Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Kimga qiziq, kimga qiziq emas materiallar haqida qisqacha video tayyorladim. Qanchadan bo'lyapti deb. Qoratepa, Farg'ona viloyati Qoratepa bozorida mana Starapila 4 metrlik 11 ga 3,5. 4 ham bor ichida. Bularda 4 metrlik terak, hammasi terak. Donasi 44 mingdan tushdi. Endi Chorni patologiyada vassaga tomchilardan oldin qoqiladi. 3 metrlik mana terakniki ko'ryapsizlar. Qalinligi 2 santimetrlik kvadratida. Kvadratni 14 ming so'mdan olindi. Endi reykalar 3300 dan tushdi. Shifr reyka mana. 4 ga 4 ekan. 4 ga 4 reyka 3300 dan metr tushdi. Endi bu gazoblok penoblokdan mustahkamroq ishlangan gazoblok. Hozirgi kunda narxi 20 ga 60-30. Hozirgi kunga narxi shu Farg'ona viloyati qo'yga yetmasan Xonoboddan 18 ming so'mdan yo'l kirasi ichida keldi. Endi bu reykani narxini aytib o'tdik, Starapilani aytib o'tdik, 4 metrlik. 2 metrliklar, 2,5 metrliklari 20 ming so'mdan, 2 metrliklari 15 ming so'mdan tushdi. Xuddi shu razmerda terak hammasi. Endi to'singa kelsak, to'sinni ham hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. To'sin narxlari hozir bu aprel oyi, 2026-yil aprel oyi. Mana bugun 16-aprel. To'sin terakdan. Xo'p, ikki tomoni araga olingan. Qalinligi 12 cm. Eniga ham bor mana 15 cm chiqyapti. Bularda donasini bu ham 4 metrlik 85 ming so'mdan olindi. Qoratepadan 85 ming so'mdan to'sinlar. Mana ko'ryapsizlar, enlik 12 cm, ikki tomoni kesilgan. Medpsoga kelsak, kamaz bo'lardi, eski samosollar 1 million 100. Shifrlar 35 mingga tushib qoldi deyapti. Endi xorilikka kelsak, hozir xorini ham ko'rsataman. Bu ham terak, ustunlik 12 ga 12. 12 ga 13 ekan. 12 ga 13 bu